Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Italyan tilini o'rganishga oid darsliklarimizni davom ettiramiz. Bugun ba'zi pretloglarni misollardagi gaplardagi o'rni va ahamiyati to'g'risida to'xtalib o'tish niyatimiz bor edi. Shuning uchun keling gaplarda pretlogni ma'nolarini ko'rib chiqsak. Masalan, di pretlogini ma'nosini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Di Roberto di pizza. Demak, Roberta pizzadan. Ya'ni pizzadan, pizzalik. L'amigo di Angelo. Angeloning do'sti. Ya'ni di bu yerda dan, ning, ni qo'shimcha ma'nolarda kelishi mumkin. Demak, keyingi pretlogimiz da pretlogini misollarini ko'rishimiz mumkin, gaplardagi o'rnini. Vado da Maria. Demak, Mariyaga bormoqdaman. Ga qo'shimchasi ma'nosida keladi. Sono dal dottore. Man doktor oldidaman ma'nosida kelmoqda. Demak, keyingi misollarga o'tadigan bo'lsak, masalan, che ore sono. Demak, bu soat nechi bo'ldi iborasi soat nechi bo'ldi deb savol berilganda, masalan, biz javob berishimiz mumkin. Sono le 4. Ya'ni soat 4 bo'ldi. Yoki sono le 9. Soat 9 bo'ldi. Sono le 11. Soat 11 bo'ldi deb javob berishimiz mumkin.